Hammaga salom do'stlar. Motsaf qatorda. Endi bozor haqida nima deb o'ylayman? Ya'ni umuman olganda, narx men chiqqanim bilan bir xil darajaga qaytdi. Xo'sh, men 105-200 ga yetdim va oxirgi marta sindirdim. Va aslida bu to'g'ri qaror bo'ldi deb ayta olaman. Endi qarasak, biz deyarli zarar nuqtasiga qaytgan bo'lsak-da, kechagi kun ham buzilgan bo'lsa-da, 106 mingdan oshdi. Baribir 7% dan ko'proq bo'lgan bu pasayish bizni qattiq tashvishga solardi. Va nima uchun kerak, to'g'rimi? Agar biror narsa noto'g'ri ketayotgan bo'lsa, to'xtash joyi tetikdan unchalik uzoq bo'lmaganda va to'xtash joyida bo'lganida chiqib ketish yaxshiroqdir. Bu yerga va endi, men Telegramda aytmoqchi, ushbu videoning tavsifida, agar u $7000 ga belgilangan bo'lsa, ishonch hosil qilish uchun oqimga qayta kirishga tayyorman deb yozgan edim. Bu yerda muhim daraja bor. Xo'sh, bu yerda bizda kunlik harakatlanuvchi o'rtacha ko'rsatkich ostida ham 50 va 30 bor. Garchi kechagi sham kuchli va hajmli edi. To'liq sorilish, oylik 3 dan tiklanish. Mayli, ular kuch bilan tovonlarni qazishdi. Bu katta tuyg'u, bu kabi kichik pastga qaytish bilan. Shunday qilib, men nima qilaman? Ikkita yangi cheklangan nashrlar faqat darajalarning bir necha o'sishi uchun. Eng yaqini bitta butun pozitsiya bo'ladi. Men uni itiga bo'laman. Agar siz bitta cheklovga ega bo'lsangiz, bu yaxshi. Ikkita kerak bo'ladi. Bu holatda bizda nima bo'ladi? Mana, bilmayman, keling, 100 tortib belgiga qo'yamiz. Har holda 550. Limitning birinchi qismi va ikkinchisi, mana tuzatish diapazoni menimcha 100 tort 500 dan 101 gacha. Ehtimol u allaqachon o'rtacha bo'ladi, shunga o'xshash joyda. Siz butun sham bilan savdo qilishga urinib ko'rishingiz mumkin. Agar ikkala chegara buyurtmalari qaytarib sotib olsa, o'rtacha bu yerda taxminan bo'ladi va keyin biz 1, 2, 3 to'xtashimiz bor. Stop. Dacha almashtirish, ayiq bozori. Lekin altoda emas, Bitcoinda. Taxminan 93-200 bo'lsin. Mana to'xtash nuqtasi. Shunga ko'ra men olish foydasini hozircha birdan birga belgilayman. Xo'sh, biz buni jarayonda aniqlaymiz. Plus minus hech narsa o'zgarmaydi. Baribir oldinroq yopishadi, ehtimol. Baribir eng yaqin asosiy mo'yinlar ostida bo'lamiz. Men foyda olishgacha cho'zmayman. 9 va 3 taxminan yuqoridan yangilanishdi. Hozir foyda olish nuqtasini qayerga qo'yish muhim emas. Hozir muhim narsa to'g'ri kirish va to'g'ri stop qo'yish. 4 soatlik segmentda bitta qiziq narsa, menga bu yondashuv yoqadi. Keskin sotib olish. Qiziqarli ko'rinadi. Ya'ni ular yorib o'tishadi, qandaydir tarzda birlashadilar va oxir-oqibat yorib o'tadilar degan tuyg'u bor. Yoki u biroz chuqurroq bo'ladi va keyin qandaydir tarzda birlashadi. Va ular baribir o'tib ketishadi. Hissiyot bor. Ammo bu yerda ishonch uchun 100 etdi. Men aytib o'tganim shu. Mana 4 soatlik soatda 200-chi tort hamma narsa o'tib ketadi. Hozirgilardan qanday qilib kirishim mumkin? Agar biz hozir birinchi chegarani qabul qilmasak, ular o'tirib darhol 107 dan oshib ketishadi. Mayli, hozirgilardan qaytadan kiraman. To'xtash joyi shunchaki balandroq bo'ladi. Menga unchalik ahamiyat bermayman. Men faqat tizimimga muvofiq harakat qilaman. Narx nima bersa, shunday ham beradi. Bu yerda hamma narsa oddiy tuzatish doirasida. Bu yerda qiziq narsa yo'q. May oyining o'rtalarida cho'qqidan 12,5% ga to'g'rilash. 6. Men ham Altos haqida ko'p yozganman. Hammasi 3 ta, to'g'rimi? Altlarning kapitalizatsiyasi, Bitcoin va Efirsiz. Mana asosiy diapazon hozir savdo qilinayotgan 755-830 milliard dollar. Mening fikrimcha, agar biz yana shu yerga qaytsak va 22 iyun shamidan pastda yopilsak, ya'ni 5 belgidan pastda, unda bu juda yomon bo'ladi. Bularning hammasi yomon bo'ladi. Keyin bu holda biz bu yerda bir joyga boramiz. Mana bu katta yo'l. Bundan tashqari bu raqam bunga qaraydi. Bu qanday raqam ekanligini tushunmayapman. Bu bosh va elkaga o'xshaydi, lekin aslida bu qandaydir figura. Bu ro'parosa 650. Va Trump g'alaba qozongan paytdan boshlab hamma narsa yopiladi. Biroq biz yillik harakatlanuvchi o'rtacha ko'rsatkichdan yuqorimiz. U yaxshi reaksiya oldi.
Yillikdan tashqari barcha asosiy harakatlanuvchi o'rtacha ko'rsatkichlar ostida bo'lsa-da, biz 3 ga qaytdik. Alto Bitcoin'dan ham yomonroq ko'rinadi. Hozir yuqoriga ko'tarilishimizga 100% aminman deb ayta olmayman. Men bu variantga ko'proq moyilman. Shuning uchun men ko'proq o'yinni xohlayman. Men sizga aynan qaysi uzunligimni ko'rsata olmayman. Biz bularning barchasini tita qilamiz. Ammo shu bilan birga menda to'siq buyurtmalari ham bor, lekin ularning soni kamroq. Ya'ni mening aniq uzun pozitsiyam hali ham qisqa pozitsiyamdan ustun turadi. Garchi men kunlik grafiklarda hozirgacha yomon ko'rinadigan rebound bo'yicha ba'zi tangalarni qisqartirishga tayyorman. Men hozir sizga jami 3 tasi haqida gapirib beraman. Bu yerga 4 soatlik violada siz har kun bidan ko'ra otasiz. Ya'ni bu yerda ham bu shakldagi hajmlarning yutilishi. Qani endi yuqoriga qarab biroz oyoqqa tursak. Mana bu belgi, mana men qo'ydim. Aynan shu narsani 830. Mana 830. Mana bu qator men chiqmoqchi bo'lgan joy, shu yerda qolishni xohlayman. Ya'ni aslida bu yerda shakldagi burilish bor. Maqsad 900 ta, hatto undan ham ko'proq bo'ladi. Maqsad 900, u yerda 920 bo'ladi. Ya'ni may oyining oxiridagi eng yuqori darajaga yaqinroq. Qaniydi bir oz oldinga bir oz bo'lsa. Bu yerga kelgunimizcha hozircha ayta olmayman. Endi esda tutingki, biz 830 dan oshib, shu yerda qolishimiz bilanoq ketish ehtimoli mening nuqtai nazarim bo'yicha endi bu biroz yuqoriroq, chunki allaqachon kuchli sotib olish bor. Allaqachon. Va bu urush allaqachon tugagan. Mening nuqtai nazarimdan bu qandaydir bema'nilik va hamma narsani oldindan bilar edi. Iltimos, bu yerga uring, biz bu masofada uchamiz. Samolyotni shu balandlikka ko'taring. Iltimos, sentrifugalaringizni olib keling, chunki biz qanchalik qattiq ekanligimizni ko'rsatish uchun toshga teshik ochamiz va hokazo. Ma'lum bo'lishicha, Eron hatto bugun Isroil ustidan qozongan g'alabasini nishonlaydi. Va mana shu fonda nega endi tangalar tiklanmasin? Biz taxminan shu yerdan pasayishni boshladik, taxminan. Va men tiklanishni ham taxminan shu yerga qadar kutyapman. Agar biz shunday chuqurlikdan shu yerga qaytsak, unda asosan, xullas, hozircha men osishga moyilman, lekin altcoinlar bo'yicha aniq bitimlar hali yo'q. Lekin siz buni mening ommaviy portfelimda hashtag jadvali ostida ko'rishingiz mumkin. Men hali ham u yerda bo'lgan hamma narsani ushlayman va men uni hech narsa uchun yopmayman. Telegram kanaliga yozib qo'yaman. Men aytganimdek aytaman. Bitcoin bo'yicha mana ikkita yangi chegara tikish. Mendan keyin takrorlasangiz. Mana ular. Noto'g'ri jadval. Mana ular. Ya'ni ularni ikkiga bo'ling. Biz bir pozitsiyani ikkiga ajratamiz, chunki bu shamni bir muddat savdo qilish mumkin. Umuman olganda hozircha hammasi yaxshi ketmoqda. Ya'ni bu mening tizimimda mavjud bo'lgan tendensiya. Bir marta yaxshi, bu odatda istisno sham, uni trend deb hisoblash qiyin. Nazariy jihatdan bularning barchasi kengayish to'lqinidir. Nazariy jihatdan. Xo'sh, aytaylik, mos yozuvlar nuqtasi bor. Bu yerda boshliq bor. Mana u. Biz e'tibor bermaymiz, chunki bu raqam bo'lsa, ishga. Bu raqam. Xo'sh, men hozir ushbu ssenariy uchun berayotgan Bitcoin uchun biz bu shamni butunlay yutib yuboramiz. Uni ozlashtiramiz va uning ostiga tushamiz. Ya'ni hatto tananing ostida emas, balki taglik ostida, soya ostida. Shu yerda biz yana 100 dan pastga yopamiz. Keyin ehtimol Bitcoin uchun yomon ssenariy amalga oshiriladi va bu holda biz bu raqamni ishlab chiqamiz. Shunga o'xshash. Bu raqam bozor harakatlanish zonalarini sinab ko'radi. Mana atigi $2000 bu holda. Bu holatda nima qilaman? Men ko'proq olaman. Qaysi hajm va qanday chegaralar bu yerga qanday etib borishimizga bog'liqligini aniq bilaman. Endi bu yerga qanday etib borishimizni bilmayman. Rostini aytsam, men bunga umuman ishonmayman. Bu zaxira ssenariyning bir turi yomon. Hozir men uchun bu ko'proq, mening nuqtai nazarimdan yuqoriga qarab, yo biz qandaydir tarzda shunday va shunga o'xshash tarzda yorib o'tamiz yoki orqaga qaytib, keyin ham yuqoriga ko'tarilamiz. Ushbu balandliklarni yoping, ularni yangilang. Shunday qilib, agar bir hafta davomida Bitcoinda qiziq narsa bo'lmasa, jami 3 ta. Xo'sh, jami 3 haftalik ushlab turibdi. Mana 800 milliardni savdo qilyapmiz. Hech qanday qiziqarli narsa yo'q, lekin biz muindan sakrayapmiz. Bu haftalikda 50lik sariq chiziq, bu esa kunlikda yillik binafsha chiziq.
Va burilish nuqtasi shunchaki barcha gaplarni yopdik. Endi mana shu yo'l bilan yurish osish mumkin. Va men yozdimki 20 narxlar pastroq edi. Endi grafik jihatdan bu uzunlikka ega bo'lish zonasi. Albatta xavfki Eron javob beradi va hokazo. Va nihoyat pastda pichoq bilan variant sodir bo'ldi. Shunday bo'ldi. 755. Biz qoziqni o'rnatdik va orqaga o'girildik. Asosan bu uzunlar to'plami. Asosan texnik uzoq to'xtashlar bilan. Fon. Va bu qizil kanal. Biz uning ustidan og'zimizni yopsak yaxshi bo'ladi. Qanchalik balandroq yopsak, shuncha yaxshi, chunki biz mohiyatan 24-yilning dekabr oyidan beri tushib, pasayib borayotgan global, qulab tushayotgan bu kanaldan chiqamiz. Yiqilish va tushish. Va bu yerda men tushib ketdim, ko'rsatkichlarni tushirdim. Va agar Altsiason siz kutgan bo'lsa, unda barcha tangalar uchib ketadi, faqat hamma narsa. Garchi ularning hammasi o'tgan mavsumda yoki oldingi mavsumda bo'lgani kabi teng ravishda uchishlariga shubha qilaman. Aynan shu yerda boshlanish kerak. Keling, bu yerga tushaylik, bu yerga keling. Mana biz alt mavsumni boshlaymiz. Yo'q, hammasi shu yerda. Bu Trampning galabasi bilan to'liq hokimiyatni egallash. U endi bu yerda emas. Bu yerda maksimal rebound yon tomonda. Maksimal. Men kutib qolaman. Ammo agar bu alt mavsum bo'lsa, u hozirdan boshlanishi kerak. Agar u umuman sodir bo'lsa, hozirgi narxlar atrofida. Bu men unga ishonmasligim yoki ishonmasligim emas. U bo'ladimi yoki yo'qmi menga umuman qiziq emas. Men nima qila olaman va qisqa savdo qila olaman. Agar bularning barchasi tushib qolsa, bu men uchun muhim emas. Va shunday. Va bu yerda burilishning qandaydir chiroyli tuzilishi paydo bo'lishi mumkin. Va u yerda. Hammasi. Barchangizga rahmat. Mozart safda edi. Xayrli kun va barchaga xayr.